ba'zi bir mashhur insonlar bir narsalarni qo'yyapti. Endi buni ko'rgan ba'zi bir yoshlarimizga bu narsa azlar ta'sir qilyapti. Ya'ni oiladagi vaziyatga mensimaydigan bo'lib qolyapti yoshlarimiz. Bizda ukam, bizda bukam, odamlarda undoq, odamlarda mundoq degan dard paydo bo'lib qoldi hozirgi kunda yoshlarimizda. Vaholanki haligi mashhur o'zini rosa yig'inib, ortinib, aslida hayoti unaqa bo'lmasa-da, ya'ni o'zini tanitish uchun, yo'niki o'zini ko'z-ko'z qilish uchun shu narsani paydo qilgan. Aslida bu narsani tashkil qilmaslik kerak. Bu zarar. Bu xalqqa zarar bo'lyapti. U o'zini shunaqa qilib bir ko'rsatadi-yu, lekin buni o'ylashlik kerak edi. Bundan nima foyda bor, nima naf'a bor? Hech qanday naf yo'q edi unda. Ana bir kishini qilgan mana shu noto'g'ri ishi bilan minglab oilalarga azlar mana shunday noxushliklar yetyapti. Dinimiz bu narsalardan qaytaradi.